Texnika chiroyliligini ko'ringlar. Haqiqiy Euro 3 yili ham yangi, realni ishlab turgan texnika. Ma'lumotlarni beraman. Texnika qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bitta like bosib turinglar. Qaraganda ko'zni quvnatadigan texnikamiz sap-sariq bo'lib turib, qaranglar, chiroyli yarashgan rangi ham 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Zavodskiy toza Euro 3. Bu tigaç bo'lgandi desa, to'g'ri. Tigaç bo'lgan. Tigaç holida olgansiz, o'zingiz samasvar qilgansiz. O'zimiz bo'lib qo'yganmiz. Buni speedometrlari ham ishlangan, 450 ming probeg bo'libdi, lekin biror marta motor qilingan yo'q desa. Faqat shu galopga priklatga almashtirildi xolos. Qolgan hamma joyi radnoy holatda turibdi. Kabinani oldini ko'ringlar, haqiqatan ham DTP bo'lmagan, mana radnoy holatda turibdi. Hujjatlari toza, samasvar qo'ygansiz, ha? Qayta jihod bo'lgan. Qayta jihod bo'lgan. Radiator ham yaxshi ekan. Yangi radiator qo'yib qo'ydik. Radiator qo'ydingiz. Yangisidan gap yo'q. Salonlarni ko'ringlar. Gap yo'q. Plasmassa torpeda mana Euro 3 ga zavod. Havo richaylar qo'yib qo'yibsiz, ha? Gap yo'q. 8 talik korobka peredachasi. Probegini ko'rsatib qo'yay. 158.495 kilometr bo'ldi. Mashalloh. Ko'ringlar. DTP bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmagan. Zavod holatdan. Keyin klassika qilmaganmizlar. Klassika qilmaganmiz. Shunday radnoy holatda turibdi. Mashalloh. Buni hamma balonlari beskamer bo'lar ekan, mana ko'ringlar. 70-80% atrofida turibdi balonlari. Ramalari butun. 2 qavat. Mana motorlar holatini ko'ringlar. Turbina ham almashmagan shekilli. Yo'q, almashmagan. O'ziniki. O'ziniki bo'lgansan. Shu qora motor mana zavod holatda turibdi. Faqat shu uslitorda bachogini 2 qavat qilib qo'yibsiz, ha? Ha, shuni 2 qavat qo'yganmiz. Shu zo'r nima ideya ashi ham. Hali qushganda faqat atrofga toshmaydi. Apparatlari tik apparatmi yoki? Tik apparat bor-ku? Ha, tik apparatdan, ha? Euro tik apparat. Euro tik apparat o'ziniki. Spanili, bu aytib o'tgandek tigaç bo'lgan. Benza o'stiraganda Benza bu yoshligida. Yoshligida. Ramalari zavodskiy 2 qavat. Buni padrani bilan kuzovda zavod qo'yganmi? Ha, zavod qo'ygan. Shunday yasalgan qo'yganmi? Zavodskiy qo'ygan. Hozir endi bu ko'proq asfalt tashyapti. Asfalt tashiydi. Ko'ringlar mana orqasida asfalt qoldiqlari ham turibdi. 25 tonna olyaptimi? 25 tonna. Xotirjam olib. Ulasang xotirjam 25 tonna. 25 tonna umuman qiynalmaydi. Reduktorlari 46 talik bo'lardi. Nima qilgansiz? Reduktorlari 48 talik qilganmiz-da, 46 ta tezlik qilgan. 46 talik, vaqti tezlik bo'ladi. Asfaltga. Teleskopni almashtirib qo'ydingiz. Teleskopni almashtirib qo'ydik. 10 tonnalik zavodidan qo'ydingiz, ha? Zavoddan qo'yib qo'ydik. Lekin energiya akimlarida mana ko'ringlar. Zavodskiy Eurodagi ekan, o'ziniki ekan. Avtorasxod qanaqa bo'lyapti? Yo'q, avtorasxod yo'q. Umuman yo'q. 1 gram moydan moygacha rasxod qilmaydi, xudo xolasa. Ko'ringlar, ideal sostenada turibdi. Akkumulyatori-chi, tog'a? Akkumulyatori ham endi yaxshi. Korobkalari ZEF. 8 talik. Korobkasi ham ishi yo'q. Raspetlar ham Euronik qo'ygan ekan, komplet qilgan shekilli. Komplet shunday kelgan. Qadramli, silindr, kuzov, hammasi komplet. Toza Euroda o'ziniki kelgan ekanda. Motordan batton uchun yoqishmagan barar joyidan. Antifrizmi, suvmi? Antifriz. Antifrizda. Hozir yurgizmay ko'rsatamiz. Bu texnika Farg'ona viloyati Toshloq tumanida turibdi. Qarang, usta bosincha ovozini bir eshitaylik to'ycha. Gap yo'q. Gaz bosib oling. Juda tiniq ishlayapti, lekin boru haqiqiy Euroda ovozi ya. Juda yoqimli-da. Apparatlari ham qilingan, bir marta qilingan, o'tkayli qilib qo'ygansiz. Shu zavod holatda apparatni bir marta qilingan. 30 ming dollar naqd to'lashyapti, xudo xolasa naqd bilan kelsalaring savdolashadigan joyi bor. Bu video roligimizni toza Euro 3 olaman degan tanishingizga sirotni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha izlagan texnikalaringizni biz kanaldan topasizlar. Savdolayni bersa yaxshi kunlarda ko'rishaylik.